5000 ot kuchi deb e'lon qilingan giperkar. Ha, siz adashmadingiz, uni muhandislar aynan shu raqamlar bilan taqdim qilishgan. 0 dan 100 gacha atiga 1.8 sekund, maksimal tezligi 500 km/soatdan ortiq. Bu Devil 16. Devil 16 loyihasi Dubayda boshlangan. 2013-yil Dubay avtosalonida ilk bor u ko'rsatilganda dunyo avto muhiti ikkiga bo'lindi. Kimdirlar buni shunchaki fantastika dedi. Kimdirlar esa agar u chiqsa, avto tarixini o'zgartiradi deyishdi. Chunki unda 5000 ot kuchi, 0 dan 100 gacha 1.8 sekund, maksimal tezligi 500 km/soatdan ortiq. Bu raqamlar hech bir seriyali avtomobilda yo'q edi. Shu sababli insonlarda bu raqamlar qayerdan kelgan va qanchalik rost? Devil 16 real avtomobilmi yoki marketing yolg'oni degan savollarni tug'dirdi. Uning kuzov shakli B2 Spirit Steel samolyotini eslatadi. Chunki dizayn, aviatsiya aerodinamikasi va Steel yondashuvi bilan shakllangan. Bu loyiha aerokosmik darajada yengillik va mustahkamlikka qaratilgan. Yuqori tezlikda havo avtomobilni ko'tarib yubormaslik uchun kuzov past, keng va keskin qilib ishlangan. Orqa tomondagi ikki ulkan vyxlop sistemasi katta hajmdagi motor gazlarini to'siqsiz chiqarish va yuqori bosimdagi chiqarish tizimini sovutish uchun ishlaydi. Devil 16 uchun bir nechta motor konfiguratsiyalari rejalashtirilgan. Eng asosiysi 12 litrli V16 motor. Bu motor AQShdagi Steve Morris Engines bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan. Rejalashtirilgan variantlar V16 motor va 4 ta turbina. 2000 ot kuchi yo'l versiyasida, 3000 ot kuchi track versiyada, 5000 ot kuchi hozircha faqatgina konseptda. 5000 ot kuchli versiya hali real testlarda isbotlanmagan, lekin agar u isbotlansa, avto olam qoidalarini qayta yozadi. Shu sabab Devil 16 hozircha faqatgina qog'ozlardagina qahramon hisoblanadi. Tachkani yomon bo'lmaydi akalarim. Siz nima deb o'ylaysiz? Devil 16 5000 ot kuchi versiyasida chiqadimi yoki yo'q? Kommentariyaga yozib keting.